Tradingdan qanday chiqib ketish mumkin? Я работаю в криптовалюте. Savol chat. Tradingdan qanday chiqib ketish mumkin deb so'rayapti bu odam. Bu ko'chani boshi berk. Bosh ko'ti yo'q bu ko'chani. Likvidatsiya bo'lgan trader chiqib ketishi qiyin. Uzru, tradingda bitta pul yo'qotib qo'ygandan keyin tushasiz qopqonga. Siz sleeve yoki stop ushlagandan keyin o'zingiz kechira olmaysiz. Как будто ko'chada kamsitilgan odamdek. A bu yerda yechim nima? Отбиваться еще раз. Kurashish, olib qo'yish, qaytarib olish. Normal holat. Любой odamda bor narsa. Biz buni nima deb nomlaymiz? Buni azart deymiz keyin. No просто buni upravлять qilish kerak. Yaxshi. Chunki bu jinniyaga berib yuborsa, o'sha jinni qilib qo'yadi. Siz o'zingizni kontrol qilmasdan jinniga o'xshab hamma yo'ldan qarshi tortib trade qilishlar. Bu dalish o'sha boshqa tema. Mana bu joyini o'zini gaplashsak, bu normal holat. Shuning uchun bitta stop ushlaganingizdan keyin bu ko'cha уже siz uchun постоянный ochiq, siz bu yerda menimcha ko'pga qoldingiz hali.